Sizlar hammaga omad avvalambor. Ko'pkarni qonun qoidasini bilmayman, lekin xalqning talabi yakka chopish. Hamma yakka chopishga mana bel bog'lagan akalarimizga rahmat. Sog' bo'lsin. Hamma palvonlar ham yakka chopadi, xudo xolasa. Shu niyatda. Lekin palvonlar bugun shu narsani kiritamiz. Uloq ustiga ot yiqildimi, ustiga haydamaysizlar. Shu qo'pol xato bo'lyapti bizga. Bir ikkita palvonlarimiz jiddiy jarohat oldi. Palvonlar ham yerdan chiqqan qo'zg'orin emas, sayuslar. Ozgina tillaringga erk berasizlar. Arqadan turib so'kinishlarni, har qanaqa ot bergandan keyin chekkaga o'tirib tomosha qilingizlar. Mana raislar ham shuni aytayapti, shunga e'tibor qilamiz. Janjal qilgan chiqib ketadi. Bugundan boshlab endi Urgutda hamma joy o'zimizni to'y, hamma joyda o'zining palvoni bor. Bugundan boshlab janjal qilganlarni o'zimiz krasni berib chiqarib yuboramiz. Kuchimiz ham yetadi, gapimiz ham o'tadi. Avvalo Xudo, lekin shunga harakat qilamiz, janjal qildirmaymiz hech kimni. Yangilik qilamiz shunga. Rais o'g'illar, keyin kim bo'lishidan qat'iy nazar mana marra chizgansizmi? Katta solim bo'lami, kichki solim bo'lami? Chaqirib zotini bermang. Marraga tashlasa bering. Yarim metr qolsa ham bermang. Kichki solim ekan deb, yarimiga tushgan uloqni ham berib e'lon